Bemorimizni quloq pardalari teshilgan holatda Surxondaryodan kelganlar. Bularni akalarni ham operatsiya qilgan edik. Bolalardan, burunlaridan, bularda ham xuddi shunaqa holat. Ham quloqda, ham burunda muammolari bor. Hozir xudo xolasa endoskopik usulda orqasini kesmasdan, qirqmasdan shu quloq pardasini yamab beramiz. Ko'pchilik bunaqa tor quloqlarni orqadan kesib qilamiz deb aytishadi. Yo inshaalloh bularni xudo xolasa quloqning teshigini o'zidan chiroyli qilib yamab beramiz. Orqadan kesishlar bo'lmaydi. Pardani qo'yishdan oldin doim biz eshituvchilarni tekshiramiz. Parda mana juda ham yaxshi ko'tarib oldik pardani qo'yish uchun oldindan. Va mana eshituvchilarini harakatini ko'ramiz. Juda yaxshi, xudo xolasa. Inshaalloh pardani chiroyli qilib qo'ysa, eshiklari juda ham yaxshi bo'ladi. Quloqlari oqmaydigan va og'rimaydigan bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, pardani juda ham chiroyli joylashtirib oldik. Mana shu yerda katta teshik aniqlanardi. O'zlarining to'qimalarida mana deyarli yangi qo'ygan pardamiz farqlanmayapti. Chunki hammasi o'zin to'qimalaridan bo'ldi inshaalloh. Mana shu teshik bor edi, juda ham yaxshi bo'ldi, alhamdulillah.